azizlar. Demak, 2025-yil 23-fevral kuni tushgan mana bu misol. Bizda ABC to'g'ri burchakli uchburchakda BH balandlik o'tkazilgan va ko'rib turganingizdek ikkita uchburchakka ajraydi. ABH, BHC. Mana shu ikkita uchburchakning ichiga aylanma chizilyapti. Ularning bittasining radiusi 3, bittasining radiusi 4 bo'lsa, BH balandlik va hamda ABC uchburchak yuzi so'ralgan. Demak, bizdan so'ralgani BH balandlik hamda ABC uchburchak yuzi so'ralgan, shuni topishimiz kerak. Birinchi o'rinda bu aylanalar balandliklarni yo'q deb tursak o'rtoqlar, mana bu burchakni alfa desak va mana bu burchakni beta deydigan bo'lsak, ABH to'g'ri burchakli uchburchak. Bitta burchagi 90 bo'lgandan keyin alfaga betani qo'ysak ham albatta 90 bo'lishi shart. Ikki burchaklar emas 180ligidan. Endi A, B, H uchburchakka qarasanglar, bu ham bitta uchburchak to'g'ri burchakli. Bitta burchagi 90. Bu alfa bo'lgandan keyin o'z-o'zidan mana bu burchak bizda beta bo'ladi. Chunki alfa ham betani yig'indisi ham 90 bo'ladi, bu bilan 180 ketadi. O'z-o'zidan mana bu burchak bizda o'rtoqlar alfa bo'lib qoladi. Endi chizmada ozgina o'xshamay qoldi. Mana bu burchak alfa, mana bu burchak beta bo'ladi. Endi demak, shundan foydalansak, ko'rib turibsizlar. ABH uchburchak bilan BHC uchburchak bir-biriga o'xshash. Nimaga? Bitta burchak 90 alfa beta. 90 alfa beta. Uchtadan burchak bir xil bo'lgandan keyin demak bizda bo'ladi o'rtoqlar. ABH uchburchak bilan BHC uchburchagimiz bir-biriga o'xshash. O'xshashlikda o'rtoqlar parametrlar ishlaydi, ya'ni ichki chizilgan aylanalar radiuslarini nisbati, ya'ni bunda ABHda 3 da CBH, ya'ni BHC ga ichki chizilgan aylana radiusi 4 ga nisbati, ya'ni ichki chizilgan aylanalar radiuslarining nisbati mos tomonlar nisbatiga teng. Ya'ni mos tomonlar deganda ABHda alfani qarshisida turgan tomon. Alfa burchak qarshisida qaysi tomon turibdi? BH turibdi. Mana shu BHda, misol uchun hozircha H deb turaylik. BHda BHCni alfasini qarshisida qaysi tomon turibdi? Mana bu CH turibdi. CHda o'zimiz n deb belgilab turaylik. Demak, H ning n ga nisbati bo'lar ekan. Demak, mana bu BHda HC ga nisbati 3/4 mi ekan o'rtoqlar? Buni o'zimiz 3x, buni o'zimiz 4x deb nomlab ketsak bo'ladi. Chunki 3/4 shuni nomlardik. 3x 4x. Ya'ni H'ni n ga nisbati 3x 4x deb ketamiz. 3/4ligidan topdik buni. Endi qaranglar. BHC uchburchakka Pifagor teoremasini qo'llasak, bizdan mana bu katet chiqib keladi o'rtoqlar. Ya'ni BHCda 90 bo'lgandan keyin mana bu burchagimiz 90 ni qarshisida turgan mana BC tomon endi hozircha gipotenuza bo'lib qoldi. Demak, 3x kvadratiga 4x kvadratini qo'shadigan bo'lsak, bizda a ning kvadrati chiqishi kerak. Bilasizlar, endi bu 9x kvadrat bo'ladi. Bu 16x kvadrat bo'ladi, teng a kvadrat. Qo'ysak 25x kvadrat. Demak, a'imiz ildiz olsak 5x. Demak, mana bu katetimiz o'rtoqlar nima bo'ldi? 5x bo'ldi. Xo'sh, endi to'g'ri burchakli uchburchak bu, to'g'ri? Mana bu to'g'ri burchakli uchburchak. To'g'ri burchakli uchburchakka aylana ichki chizilgan. Ichki chizilgan aylana radiusi qanday topilardi? Ikkita katet qo'shib gipotenuza ayrilar. Ya'ni 3x ga qo'shiladi 4x. Undan ayriladi gipotenuza 5x. Taqsim 2. Ichki chizilgan radius necha? 4. Demak, teng 4 ga. 2 ko'paytirish bo'lib o'tsa, 3x ga 4x, 7x, 5x tarsa 2x. Teng 2 kere 4 8. 2 bo'lish bo'lib o'tsa, bundan kelib chiqadi x'imiz 4 ga teng. Ana x'imiz 4 bo'ldimi? Bundan mana bu katetimiz chiqdi o'rtoqlar. 5 kere 4 20. Demak, BC katetimiz 20. H'imiz 3x midi? Demak, H'imiz ham topildi. 3 ko'paytirib 4 12. Demak, birinchi masala hal. BH balandligimiz 12 ga teng. Bu topildi. Ikkinchisi, bizda uchburchak nimasi qoldi? Yuzasi qoldi. Endi uchburchak yuzasini topishimiz kerak. Uchburchak yuzasini topishimiz ikkinchi katetni topib olaylik. Bu katetni o'zimiz B deb tursak, yana mana shu ikkita uchburchakning o'xshashligidan foydalanamiz o'rtoqlar. Xo'sh, bunda demak uchburchakning o'xshashligidan foydalanadigan bo'lsak, qaranglar. Bunda alfani qarshisida turgan katet 3x bo'lyapti mana.
alfani qarshisida turgan katet 3x. N nisbati bunda alfani qarshisida qaysi katet turibdi? 4x ga nisbati teng bo'ladi. Xo'sh, 90 gradus qarshisida bunda 5x turibdi, 90 gradus qarshisida bunda b turibdi, buni b. Demak, alfani qarshisida turgan 3x ni bundagi alfani qarshisida turgan 4x ga nisbati, 90 ni qarshisida turgan b ni bundagi 90 ni qarshisida turgan 5x ga nisbati. Endi 5x bizda 20 edi o'rtoqlar. Shunda x lar qisqarib ketadi. 20 ko'paytirish bo'lsa, bilasizlar, b teng bo'ladi 3 taqsim 4 ko'paytirilgan 20. Ikkalasi qisqaradi, demak b chiqadi. Ikkalasi qisqarsa 5, 3 kere 5 15. Demak, mana b ham topildi, 15 ekan. Uch burchakli ikkita kateti bo'lsa, to'g'ri burchakli uch burchakli yuzasini topishni bilasizlar. Ikkita katetini ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Qisqarsa, demak 10, 10 kere 5, 10 kere 15 150. Uch burchagimiz yuzasi 150 bo'lar ekan. Qilgan ishimiz o'xshashlikdan foydalandik. BHC ga o'xshashligi 3 ta 4 ga nisbati alfani qarshisida 3x, buni alfani qarshisida endi h da n ga nisbat qildik. H da n ga nisbat 3 taqsim 4 ligidan buni 3x, buni esa 4x deb nomladik o'rtoqlar. Keyin BHC ga bitta Pifagor qo'lladik. Mana bu katet chiqdi. 5x ekan. Keyin BHC to'g'ri burchakli uch burchakka ichki aylana chizildi. Ichki aylana radiusini topish. Ikkita katetni qo'shib gipotenuza ayriladi va 2 ga bo'linadi. O'sha 4 ga teng radius. 2 ko'paytirish bo'yicha x topdik 4. Ximiz 4 bo'lsa h 3x edi. 3 kere 4 12 bo'ldi. H chiqdi. Mana bu katet ham yo'l-yo'lakay topildi. 5x edi, x 4 ga 4 qo'ysak 20 bo'ldi. Ikkinchi o'xshashlik. Alfani qarshisida turgan 3x edi. Bundagi alfani qarshisida turgan 4x ga nisbati. 90 ni qarshisida turgan 15 edi. Bundagi 90 ni qarshisida 20 ga nisbati. Shunda x lar qisqardi, 20 ko'paytirish bo'yicha b 15 chiqdi. Ikkita katetni ko'paytirib 2 oldik, 100 chiqdi. 100 150.